Mahalla raisi ijtimoiy muammolarni qayd etuvchi shaxsdan o'z mahallasini iqtisodiy buyurtmachisiga aylanishi kerak. Bugun fuqarolar mahalladan qanday moddiy yordamlar olishi mumkin? Bugun qanday moddiy yordam olmasligi mumkin desangiz, men tushungan bo'lardim. Hozir har qanday moddiy yordam oladi. Sanaylik. Masalan, aytaylik, sog'ligini tiklamoqchimi? Sog'ligini tiklashda to'lovlari bormi? To'lovlarni to'lab beradi mahalla. Xo'p, bolasini harbiy xizmat safarbarlikka jo'natmoqchimi? Uni qilib beradi. Pravo olaman, haydovchilik guvohnomasini olaman deydimi? Uni qilib beradi. O'zim ishga qo'yaman, o'zim ish bilan band qilmoqchiman, tikuv mashinasi olib ber deydimi? Uni olib beradi. Boringki hamma narsani qilib beradi. Faqat shu odamda shijoat bo'lib, layoqatini ko'rsata olsa, harakati bo'lsa, u ertaga chiqadi. Endi oldingiday mahallaga faqatgina ma'lumotnoma olish uchun bormaysiz, balki muammolaringizni hal etish uchun borasiz va mahallaning o'zida hal bo'ladi. Hal bo'ladi, xudo xolasa. Har qanday oilaviy muammomi, u moddiy muammomi, qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar birinchi bo'lib, agar o'sha odam o'zi nimani xohlayotganini bilib mahallaga kirib kelib, men shuni xohladim desa, uni muammosini albatta o'rganiladi, u hal bo'ladi. Bu kabi yangiliklarni va yengilliklarni Madaniyat va ma'rifat telekanali Agar dasturida tomosha qilishingiz mumkin.